Qobulda kitob sotadigan bir qiz do'koniga sevgilisi kelganini ko'radi. Shu payt qizning otasi ham yonida bo'ladi. Qiz sevgilisiga qarab, Nemis yozuvchisi York Danielning Otang uydami kitobini olishga keldingiz shekilli. "Yo'q, men ingliz yozuvchisi Thomas Munisning Seni qayerda ko'rishim mumkin kitobini olishga kelgandim." U kitob qolmagan, lekin amerikalik yozuvchi Patris Olferning Olma daraxtlarining ostida kitobini tavsiya qilishi mumkin. Juda yaxshi. Belgiyalik yozuvchi Jean Barnerning 5 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilaman kitobi ham kerak edi. Olib kela olasizmi? Albatta, bundan tashqari sizga fransuz yozuvchisi Michel Danielning Aslo yolg'izlatmayman kitobini ham tavsiya qilaman. Bu suhbatni eshitib turgan ota qiziga qarab, "Buncha kitob ko'plik qilmasmikan? Hammasini o'qirmikan bu bola?" deb so'raydi. Ha, otajon, u juda ham aqlli bola, hammasini o'qiydi. "Mening go'zal qizim, unday bo'lsa unga gollandiyalik yozuvchi Frank Martinesning Men ahmoq emasman kitobini ham tavsiya qil. Keyin o'zing ham rus yozuvchisi Moris Istankovichning Amakingning o'g'liga turmushga chiqishga tayyorlan kitobini o'qib chiq."